Tezkor xabar. Dunyoda vaziyat tobora keskinlashmoqda. So'nggi soatlarda xalqaro maydonda bir nechta muhim voqealar yuz berdi. Rossiyada yangi harbiy qaror e'lon qilindi. Bu qaror G'arb davlatlarida katta shov-shuv keltirib chiqardi. AQSh esa bunga javoban yangi sanksiyalar paketini tayyorlamoqda. Mutaxassislar bu holatni global siyosiy bosimning yangi bosqichi deb atamoqda. Shu paytda Xitoy diplomatik bosimni kamaytirish tarafdori ekanini bildirdi. Ammo orqa fon ortida o'z harbiy va iqtisodiy ta'sirini kuchaytirayotgani aytilmoqda. Yevropa davlatlari esa bu vaziyatga ehtiyotkorona yondashmoqda. Ayrimlar Rossiyaga qarshi choralarni qo'llab-quvvatlasa, boshqalar iqtisodiy xavflardan cho'chimoqda. Bu orada energetika va neft bozorida ham beqarorlik kuchaymoqda. Narxlar bir kunda keskin o'zgarib, jahon iqtisodiyotida noaniqlikni yanada oshirdi. Analitiklar fikricha, agar bu zanjir davom etsa, dunyo yangi moliyaviy bosim davriga kirishi mumkin. Hozircha rasmiylar vaziyatni nazorat ostida ushlab turishga harakat qilmoqda. Ammo har bir yangi qaror butun dunyoda yangi muhokamalarni keltirib chiqaryapti. Dunyoda nimalar bo'layotgani soniyama-soniya o'zgaryapti. Eng so'nggi xabarlarni birinchi bo'lib bilish uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlarda fikringizni yozib qoldiring.